Real Madridda eski eraning yangi vakili bor edi, u ham ketdi. Endi esa Real yangilanadi. Dani Carvajal Real Madriddagi so'nggi o'yinida mana bunday shedevr pas bilan tugatyapti. Bu pas gol bilan yakunlanmoqda. Dani Carvajalga yana bir assist yozilmoqda. Dani Carvajal bugun jamoadan ketmoqda, lekin u o'z ishini a'lo darajada yakunlab ketmoqda. Hattoki Real Madrid prezidenti Perez ham yig'lamoqda. Carvajal jamoa sardori bog'ichini ham munosib insonga topshirib ketmoqda. Biz bilgan o'sha to'xtatib bo'lmas fantastik era o'z yakuniga yetdi. Dani Carvajal o'sha eraning so'nggi voris, so'nggi vakili sifatida Real Madridni tark etdi. Real Madridning o'sha yulduzli tarkibidan endi jamoada hech kim qolmadi. Pepe to'xtatib bo'lmas kuch edi. Casemiro hali ham zo'rligini isbotlab kelmoqda. Navas esa qalqon edi. Marcelo sehrgar, Ronaldo futbol quroli to'xtashni istamayapti. Bale tezlik, Ramos buyuklik timsoli, Benzema to'xtatib bo'lmas kuch, Kroos chiroyli paslar egasi, Vasquez to'p bilan ajoyib harakat qilardi. Modric butun tizimni bog'lab berardi. Carvajal ajoyib futbolchi edi. Hammasi uchun barchangizga rahmat. Futbol sizlarni hech qachon unutmaydi.